Protez ko'p holatlarda qo'yganimizda organizmda tikka turadi. Ya'ni bu jinsiy olat bo'lsa, qo'ygan protezimiz mana shu holatda turadi. Operatsiya qanday bo'ladi? Necha soat davom etadi? Eng yoshi necha yosh bemorga qo'ydingiz deysizlar? 2000-yil bolaga ham albatta jinsiy olatga protez qo'ydim. Nima uchun? Qandli diabeti bor insonlarda ham, yotoqda, ya'ni avtoavariyadan keyin yotib qolgan insonlarda ham va uylangan yoshli yigitlarimizda ham xuddi shu yerdan kesiladi, bir xil joydan. Mana aqlim faqat yuragimda taxikardiya chaqirdi, bradikardiya bo'lyapti. Yuragim o'ynab ketyapti, tabletga ichsam, tabibga bordim, prostatani massaj qildirdim. Do'stlar, tepa tomonga bunday qilib bukib olasiz. Ya'ni qorin, kindik tomonga, kindik tasavvur qiling. Xohlasangiz tikka turgizib aloqa qilasiz yana va yotkizib olsangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi sezuvchi nervlar ham sezasiz. Aloqa qilganda lazzatlanasiz. Bo'shangiz kelgan paytda bo'shanasiz, faqat jinsiy olatga qo'yiladigan protez taxminan shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu protezni mulyaj hisoblanadi. Haqiqiy protez bir oz boshqacha, lekin shunga yaqin ko'rinishda va bu qiladigan xususiyatda o'sha original protez ham qilaveradi. Shu paytgacha penil implant, ya'ni protez qo'ygan bemorlarim shaxsan 100 dan ortdi. Hozirgi kunda ushbu bemorlarning hammasi juda ham mamnun. Eng bo'lgan shikoyatlardan biri faqatgina shu, xohlagan jinsiy aloqa qilyapman, shu noqulay bo'lyapti degan narsani aytib berishdi shikoyat bilan. Xo'p, bu protezda xususiyati nimada? Bu sinadimi yoki ishdan chiqadimi deb savollar juda ham ko'p kelib tushadi. Protezda 7 yilga garantiyasi bor hozirgi kunda. 7 yil davomida protez mabodo buzilib qolsa, mabodo sinib qolsa, endi sinmasligi aniq u 7 yil ichida qaytadan operatsiya qilib ushbu protezni qo'yib beradi kompaniya tomonidan. Ya'ni hamma xarajatlar qoplanadi. Endi protezni ko'pchilik aytadi, bu tashlab yuborsak sinadimi yoki nima bo'ladi, qanday holatda, qanday ishlash mexanizmi deb so'raysizlar. Xo'p, hozir yoninglarda buni tashlab urib ko'raman, ko'rishinglar mumkin. Ko'rganingizdek tashlasangiz hech nima bo'lmadi. Ursangiz hech nima bo'lmadi. Bu hozir kunda buksangiz bukildi. Bunday qilsangiz yana to'g'riladi, ko'rganingizdek. Aytmoqchimanki, protezni bu ursangiz ham, tepvorsangiz ham, tashlab yuborsangiz ham hech nima bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, endi bu mexanizmi qanday ishlashini sizlarga tushuntirib bermoqchiman va videoni oxirigacha kuzating. Ayniqsa qandli diabet bilan aziyat chekayotganlar, avtoavariyaga uchraganlar yoki uylandingiz, 1 yil, 2 yildan beri jinsiy zaiflik bo'lyaptimi? Ya'ni erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy olat qattiq turmayotgan bo'lsa, menga murojaat qilsangiz, men sizga sifatli yechimni qilib beraman, albatta tekshiruvlardan keyin. Endi protezda mexanizmini ishlatish juda ham oson. Protez ko'p holatlarda qo'yganimizda organizmda tikka turadi. Ya'ni bu jinsiy olat bo'lsa, qo'ygan protezimiz mana shu holatda turadi. Endi protezda qanday yotkizaman, qanday buni boshqaraman degan savollar juda ham keng ko'p kelib tushadi. Protezda o'z xohlagan payt mana bunday qilib yotkiza olsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, buni mexanizmi juda ham oson. Protez xuddi shu turgan bo'lsa, jinsiy olat sizda turgizmoqchi bo'lsangiz, qilsangiz turadi va xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz. Qo'lingizda mexanizmini boshqara olasiz. Bu sizga oddiy, yana soddaroq qilib tushuntirish uchun ati jinsiy olatni mulyajini olib kelganman va bunda tushuntirib bermoqchiman. Xo'p, endi ikkitasini qo'yib emas, bittasini qo'yib tushuntiraman va bu jinsiy olatda yopishtirganda tasavvur qilingki, xuddi shu holatda bo'ladi. Xo'p, operatsiya qanday bo'ladi? Necha soat davom etadi? Eng yoshi necha yosh bemorga qo'ydingiz deysizlar? 2000-yil bolaga ham albatta jinsiy olatga protez qo'ydim. Nima uchun? Bemorda jinsiy zaiflik, adashmasam 4 oy yo 5 oy davomida qizlik pardasini ola olmagan, har xil tabletkalardan foydalangan va boshqa operatsiyalarni ham o'tkazgan. Ya'ni venozli utechka degan venozli utechkani ham operatsiyasini qilishgan, lekin foyda qilmagan. Ushbu bemorga biz protez qo'ydik va hozirda oila baxtli. Xo'p, jinsiy olat, tasavvur qiling, bu jinsiy olat bu holatda turadi. Jinsiy olat qayerdan kesiladi? Protez qo'yayotganingizda jinsiy olatni pastki yorg'oq ostidan bu yerdan kichkina 2,5-3 sm razrezi bo'ladi, kesma. Qandli diabeti bor insonlarda ham, yotoqda, ya'ni avtoavariyadan keyin yotib qolgan insonlarda ham va uylangan yoshli yigitlarimizda ham xuddi shu yerdan kesiladi, bir xil joydan. Endi bu kesildi. Kesilganda tasavvur qiling, mana bu yerdan ozgina kesildi. Hatto chandiq ham bilinmaydi, chunki bu yerdagi shu jinsiy olatni o'zining yo'li bo'ladi. Ushbu olatda kesiladigan joyi maxsus joylari bo'ladi. Endi kesdik. Kesganimizda qanday holat bo'lishi mumkin? Bu yerda protezni kesganimizdan keyin jinsiy olatni bu yeridagi joyda o'zini g'ovak tanasi bo'ladi. G'ovak tanani alohida ajratib, sidik nayni alohida ajratganimizdan keyin faqatgina protezni jinsiy olatni g'ovak tanasiga qo'ya olamiz. G'ovak tana o'zi bu nima? Tasavvur qilishingiz juda ham oson. G'ovak tana qanday shaklda, ko'rinishda bo'ladi? Tasavvur qiling, siz uyda
ilik sho'rva ichgansiz. Ilik sho'rvani suyakda teshik joylari bo'ladi. Ya'ni shu yerda g'ovak holatlar bo'ladi yoki machalka. Machalkani teshigini bor suvga bitta bo'ktirsangiz suvga shimadi. Endi u machalkani ishlatib yoki qandaydir joyda ishlatganingizdan keyin to'liq suv o'tkazmasligi mumkin-ku, bu ham qon o'tmay qoladi bu yerdan. Qon o'tmasligini hisobiga ushbu g'ovak tana to'lmaydi, to'lmashini hisobiga jinsiy holat turmaydi. Keyin ko'pchilikda muammo kelib chiqadi. Men manaqa narsalar eshitdim, mana qildim, faqat yuragimda taxikardiya chaqirdi, bradikardiya bo'lyapti. Yuragim o'ynab ketyapti, tabletkalar ichsam, tabibga bordim, prostatani massaj qildirdim. Do'stlar, u zamonlar o'tib ketdi. Prostata massaj qilsangiz bunga foyda qilmaydi. Faqatgina to'g'ri diagnostika qilamiz, faqatgina to'g'ri yechim qilamiz, keyin protez qo'yamiz. Xo'p, qarang. Bu g'ovak tanani bu yetiga qo'yiladi bu protez va qo'yilganda bu yerda hech qanaqa siydik nayiga, nervlarga ta'sir qilmaydi. Hattoki urug' chiqadigan yo'lga ham biz tegmaymiz. Ya'ni siz jinsiy aloqa qilganingizda hamma narsani sezasiz, xohish zo'r bo'ladi va jinsiy aloqada lazzatlanasiz, urug' otiladi va siydik chiqaruv yo'lingiz ham o'z joyida turadi, tabiiy siyasiz. Endi g'ovak tanaga protez qo'ydik deylik. Bu qanday turadi? G'ovak tanaga protez mana bu joyga qo'yiladi, ko'rib turibsiz. O'zini maxsus mana shu ko'k joy turibdi-ku, bundan oshig'ini ham, kattasini ham, kichigini ham qo'ya olmaymiz. Har bitta bemorga xuddi shu protezdaqa 3 xil razmer keladi. Oddiy ko'ylak kiysangiz ham 3 xil razmerda bo'ladi-yu, haligi long, yana nima deydi? Short deydi-yu, ya'ni katta, kichik, boshqa uskisi boshqasi bo'ladi. Xuddi shuni singari bizda ham S, M, L deganda razmerlar bo'ladi, 3 xil razmer. Qarang. Buni protezni kesdik, to'g'rimi? Kesganimizda mana bunday siydik yo'li bo'ladi. Siydik yo'lini alohida chekkaroqqa surib, bu yerda g'ovak tanani ajratib olamiz. Va g'ovak tanani o'ziga maxsus protezni birinchi pastki tomonga joylaymiz, joyni aniqlab olamiz va buni tepasi tomonini bujlaymiz. Bujlaganimizda pastni ochib bujladik, tepani bujladik va razmeri o'lchalinadi. Bu katta-ku deyishingiz mumkin. Qarang, do'stlar, bu katta bo'lishi qanaqa? Hamma razmerlar har xil. 24, 25 va 30 santimetrgacha bo'ladi. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Kattaroqini qo'ysang, jinsiy holat katta bo'lib qolmaydimi degan. Yo'q. Hech qanday katta protez qo'ysak, jinsiy holat kattalashib qolmaydi. Chunki mana bu g'ovak tanani diametri necha bo'lsa va buni razmeri necha chiqsa, xuddi shu razmer qo'yiladi. Endi mana protezni qo'ydik. Qo'yganimizda bu pastki ostki tomoni ko'rib turganingizdek mana bunday holatda turadi. Mana g'ovak tana o'ziga qo'yildi, ko'rdinglarmi? Xuddi shu shaklda pasti, osti kesadigan joyi bor razmeriga qarab bu kesib olinadi. Maxsus joyga qo'yilgandan keyin, kesilgandan keyin protez mana shu ko'rinishda turadi. Endi buni turgizmoqchi bo'lsangiz, tasavvur qiling yotibdi. Endi jinsiy aloqa paytida buni bunday qilsangiz turib oladi. Mana bu shaklda turibdi. Jinsiy aloqani xohlagancha qilasiz. Ya'ni siz kirgizib chiqarganingizda hech qayerda sinmaydi bu. Sinmaydi do'stlar yoki bukilib qolmaydi. Chunki buni ham hali ko'pchilik o'ylashi mumkin, protezni hali bunday qilsam bukilib ketadi. Mana men o'zim hozir tashqi tomonda ko'rsatyapman, buni bir oz kuch sarflayapman ko'rganingizdek. Ya'ni siz ham aloqa paytida kuch sarflaysiz bunga to'g'rilash uchun, aloqa qilish uchun, to'g'rilash uchun ko'rib turibsiz. Va to'g'rilaganingizdan keyin xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz ko'rganingizdek. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy holatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy holat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar 0 ko'rsatyaptimi? Farzandingizning muayyaklari o'z yorug' xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Endi bu protezni mexanizmini ko'rganingizda juda ham oson. Qabulimga kelganingizda original variantini ochmasdan turib ko'rsataman va buni ham ko'rsataman. Nimaga? Ko'pchilikda hali shubha bo'lishi mumkin, videoda ko'rib, hali ko'pchilik video chiqaryapti, sayozdan qo'lingga protez olmagansan. Shuning uchun mulyaj deb aytayapman sizga. Endi qandli diabeti bor akalarimiz, siz o'ylashingiz mumkin, bu yerda kesgandan keyin meni chandig'im o'zi uzoqda bitadi. Boshqa deysizlar. Men doim aytaman, birinchi diagnostika qilaman. Qandli diabetes hozirgi kunda necha ko'rsatkichda yuribdi? Ya'ni qand miqdori qanaqa? Agar sizga eksterniy variant bo'lmaydi, ya'ni tezlik bilan bu qo'yilmaydi, rejali ravishda birinchi sizni sog'lomlashtirib, o'zimni maxsus endokrinologim bilan gaplashib, shifokorim bilan sizga lecheniya qilamiz birinchi. Ba'zida 1 oydan 3 oygacha cho'zilishi mumkin. Nimaga? Chunki glikemiya gemoglobin deymiz. Ya'ni sizda 1 oy miqdorida qand miqdori qanday yurgan organizmda
va hozirgi koagulogramma yo biokimiya analizlari qanday holatda degan savollarga javob olaman, keyin protez qo'yaman. Shunda sizda ushbu ko'rsatkichlar past chiqsa, normadan past bo'lsa, qo'ygan protezimning jarohati tezroq bitadi. Tezroq bitgandan keyin nima bo'ladi? Natija bo'ladi. Siz bir oydan keyin sразу jinsiy aloqaga kirisha olasiz. Endi yana ko'pchilikda qiziq savol tug'iladi. Buni qo'ydirgandan keyin sразу bukib olib yuramanmi? Yo'q. Buni qo'ydik, sразу bukib olib yurmaysiz. Chunki mana bu joy bitib olishi uchun saxir bor insonda ham, oddiy sog'lom bolada ham yoki shu avtoavariyaga uchragan yoki boshqa muammo bilan kelgan bolada ham mana bu joy bitib olishligi uchun va protez moslashib olishligi uchun bunda biz bir oy davomida faqat tikka turgan holatda ushlaymiz. Ya'ni sizda prosta qorin tomonga yoki pastki tomonga tekis holatda o'zimiz maxsus boylamlar, qanday boylamlar qo'yishni va qanday saqlash kerakligini tushuntiramiz va xuddi shuni qilasiz. Sizda keyin bemalol bir oydan keyin xohlagan paytingizda aytganimdek bukib yura olasiz. Ishtonni ichida mana tasavvur qiling, mana shunday ishtonni ichida yura oladi, bilinmaydi bu. Ko'pchilik aytishi mumkin. Doim tikka turgan holatda bo'lsa bilinib qoladi. Bilinmaydi. Mana aytayapman. Xohlasangiz tepa tomonga bunday qilib bukib olasiz. Ya'ni qorin kindik tomonga, kindik tasavvur qiling. Xohlasangiz tikka turgizib aloqa qilasiz yana va yotkizib olsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsiz-a? Buni mexanizmi siz o'ylagandek murakkab emas, lekin bitta narsani tushuninglar. Buni turlari ko'p. Ya'ni 3 xil, 4 xil. Oddiy avtomashinani olaman doim. Gentrani tushunasizlar, hammanglar Gentra mingansizlar, yo'q, hamma oilada bo'lganda bu mashina. Gentraning ham pozitsiyalari bo'ladi. Haligi birinchi pozitsiyasi lyuki yo'q varianti, faqat mexanika bo'ladi. Buni ham pozitsiyalari bor. Ya'ni avtomatni minsiz komforti nimada? Displeyni bo'lmaydi, avtomatda hamma komfort bo'ladi, lyuki bo'ladi boshqa. Bunda ham komforti shu mexanizmini garantiyasida va buni ichida ishlatilgan metalliga bog'liq. Endi bu silikon materialda bo'ladi, o'zi asli ichida metali ham bo'ladi. Va ushbu silikon materialdagi va ichidagi metal buzilmaydi mexanizmi. Halokatga uchrasangiz yoki jinsiy holatga travma olsangiz va boshqa bo'lsa, bunda kompaniya javob bermaydi. Chunki bu sizga hayotingiz davomida ortilgan narsa bo'ladi. Lekin shunda ham biz urolog andrologda baribir sizga yordam ko'rsatamiz. Haligi tezga qarab o'tib keta olmaymiz bu holatga. Aytmoqchimanki, bugun siz o'ylagan savollarga to'liq javob oldingiz. Protez qanaqa holatda bo'lishini tushundingiz va bunga qo'yilgan mexanizmni tushundingiz. Aytdim, bu yerda g'ovak tanani tushuntirdim. Mana bu siydik chiqaruv kanali. Shu yerda bitta narsani eslatib ketishim kerak. Qarang, qo'ydik g'ovak tanaga, buni bukdik, turibdi g'ovak tanada, pasi bu yoqda turibdi. Endi bu yerda tasavvur qiling, mana hozir siydik chiqaruv kanaliga tegilmayapti, ko'rib turibsiz. Xohlagan paytda siydik kelganini siyasiz, do'stim, yoki hojaka, jigar, deydi-yu. Xohlagan paytda bunda nima desa bo'ladi? Mexanizmini ko'rib turganingizdek, bu yerdagi sezuvchi nervlar ham sezasiz. Aloqa qilganda lazzatlanasiz. Bo'shangiz kelgan paytda bo'shanasiz, faqat shu bitta yomon tomoni va bo'shaganingizdan keyin yana xohlagan jinsiy aloqa kelib qolsa qila olasizda. Faqat o'zingiz charchamasangiz bo'ldi, keyin noyimni bezib qo'ymasangiz bo'ldi. Endi Hojaka bu videoni ko'rdingiz, bilaman, sal qiziqarli va haligi kulgiliroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hayotingiz sifatini yaxshilash uchun, endi qolgan umringizda lazzatlanib yashash uchun bu narsa albatta sizga kerak bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa bemalol direktdan yo'llang. Shaxsiy nomerlarimizni qoldiramiz, call centerlarimiz bilan bog'laning, qabulga keling. Yanada sizga chuqurroq tushuntirib beraman va bitta detallariga tushuntirib sizga alohida vaqt ajrataman. Imkon bo'lsa yozilib, mo paytda borsam bo'ladimi deb gaplashsangiz ham, imino siz uchun vaqt ajrataman, kechga bo'lsa ham, Hojaka. Endi buni qo'ygandan keyin aytgandek, shu o'z lazzatlarini mazza qilib yashang. Sizda yoki yaqinlaringizda jinsiy zaiflik kuzatilayotgan bo'lsa, qandli diabet bilan aziyat chekayotgan bo'lsa, bitta yerda yotib qolgan yoshlar bo'lsa, ayoli bor, lekin pastel qila olmayotgan akalarimiz bo'lsa, videoda ko'rib turgan bo'lsa, bundan manfaatli bo'ladi, ya'ni o'zingiz uchun, sog'ligingiz uchun manfaatli bo'ladi. Agarda siz do'stingizda shunaqa holat bo'lsa yoki hojakalarda muammo bo'layotgan bo'lsa, quloqingiz chalinib qolgan bo'lsa ham shu videoni ulashib qo'ying. Chunki sizga haligi ichidan bo'lsa ham rahmat aytib qo'yadi. Bemalol quyidagi nomerlar orqali yozilib, qanaqadir haligi savollaringiz bo'lsa direkt yo'llang. Agarda mavzu sizga qiziq bo'lsa, keyingi mavzularim nima haqida bo'lishini xohlasangiz, kommentariyada izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting.